Agar deydi Alloh taolo, agar mendan yuz o'girganlar meni ularga bo'lgan intizorligimni, ma'siyatlarni tark qilishlariga bo'lgan shavqimni bilishsa edi, ularning qalblari menga bo'lgan muhabbatdan uzilib ketgan bo'lar, hamda menga bo'lgan shavqlaridan vafot etgan bo'lardilar. Mendan yuz o'girayotganlarni menga qaytishiga qanchalar mushtoqligimni, qanchalar shuni yaxshi ko'rishimni bilganida o'lib qolardi qalbi erib. Mendan yuz o'girganlarga bo'lgan irodam shunday. Endi menga iqbol qilayotganlarga nisbatan irodam qanday bo'ladi? Banda Alloh taologa qaytay, bo'ldi endi tavba qilay degan fikrni kallasiga olib kelishligi bilan hali hech narsa qilmadi, qaranglar. Bo'ldi endi bugundan ichmayman. Bo'ldi bugundan boshlab namozni boshlayman. Shu fikr kallasiga kelishligi bilan